Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. She'r bilan boshlamasa bo'lmaydi bugungi uchrashuvni. Hamma o'yingohga chorlanmog'i shart. Futbol bo'yalajak bugun ol rangga. Andijon Buxoro ikki go'zal yurt Bobur arenada chiqajak jangga. Soniya va kurash yaqindir ko'zga. Istar har kambekning izohligini. Bu go'zal o'yingoh ko'rsatar bizga 90 daqiqa ko'p uzoqligini. Standart vaziyat havoda uchgan burgutning qanoti silkinar qattiq. So'nggi soniyalar kirganda kuchga topolmay qolamiz bir ta'rif ortiq. Mag'lublik neligini bilmagan mehmon tashrif aylaganing rost bu bo'stonga. Buxoro topib zo'r imkon. Xush kelibsan deymiz Kambekistonga. Qadrli futbol muxlislari, Andijondamiz, Bobur arenadamiz. Andijon Buxoro jamoalari o'rtasida o'tajak markaziy uchrashuvdamiz. Yangi loyiha Andijon fan klubi ishlayapti. Respekt 90+. 1, 2, 3 burgutlar to'pladi kuch. Nima ma'noni bildirib turganini tushunib turibsiz. Xullas havoda 3. Comeback o'yindan keyin eslanishi zo'r narsada, lekin o'yin davomida muxlislarni ham futbolchilarni ham 2 kilodan 3 kilodan ozdiradigan narsa aslida. Keyin boshqacha lazzatli tuyuladi. Ikki jamoaning fan klubiga ham, matbuot xizmatiga ham alohida minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Bizga doimo yordam berishadi. Xususan mana bu Andijonga kelganimizda, Turonga kelganimizda ularning matbuot xizmati rahbarlari beminnat xizmatlarni ko'rsatib bizga juda ham zarur, chunki internetda Pro Liga ma'lumoti deyarli yo'q. O'zi endi translyatsiya qilinyapti va bu borada sharhlovchiga ko'proq ma'lumotlar yetkazishda ular beminnat xizmat qilishyapti. Rahmat deymiz. Tezroq deyapti. Takroriy lavha namoyish etilsa bilib olamiz. Qonadi. Mana ko'ryapsizmi? Qon chiqdi. Bu Bayna o'yinda qon chiqardi. Standart vaziyat 14-daqiqada burchak zarbasidan qanchalik foydalanadi Andijon? Kimdir borib aytish kerak shekilli. Aldabmi? 90+3-daqiqa o'tyapti deb. Abdu Hamidov qo'yib berishdi. O'ng oyoqda. Ozgina qolgan ekan. Quruvchilar sal pastroq qurishmaganda bu darvozani. Endi bizda bilasiz, ozgina ekonom qilinadi qurilish materiallardan. G'ulom Qodir aka bor joyda fan klubning keragi yo'q rahbarlar. Mikrofon qo'llarida boshlayaptilar. Shunaqa endi hamkorlikda ishlayveramiz. Safar havoda ko'p kurashlar bo'lyapti va havoda odam o'zini muvozanatini ushlay olmaydi. Bir g'alati jarohatlar yetkaziladi futbolchilarga, bilasizmi? Bu yerda Jo'rayevning tirsagi, Shahboz Erkinovning chakkasiga tekkan ekan. Meni eshityaptilar shekilli. Bugun hali yakkaxon konsert emas. Bugun duetda ishlayapmiz. Ikkinchi qavatga pas yo'q, yetmadi. Qoyil. Bagdan Milishning bo'yi yetmaydigan masofa ham bor ekan. Har doim ikkinchi qavatda to'pni qabul qilib oladi deb o'ylagan ekanmiz. Mashhur o'zbek taomini xom sanagan ekanmiz. Xurshid. O'zing boshlab ber, Andijon hujumni Xurshid. Ana Xurshid bilan gaplashish boshlandi. Zo'r olib qo'ydi to'pni va zo'r berib qo'ydi to'pni. Pas. Ketdi. Farhod zarba yo'lla. Sal qolishiga sal qoldi deylarmidi? Komikovga zaxiradan futbolchi tushirish kerakligini tushuntirishyapti stadiondagi murabbiylar. Aytganida ketdi Farhod. Sohibjonov zarba yo'llashi ham mumkin edi. Lekin burchak zarbasi ishladi. Burchak zarbasi uchun andijonlik futbol ishqibozlari qarsak chalib qo'yib berishadi. Chala penalti. 0-0. Ketdi, xo'p. O'ziga qilgan ekan. To'ppa-to'g'ri sariq kartochka. Bir hamkasbimni ta'biri bilan aytganda qip-qizil sariq kartochka. Esonov maydonga tushdi va eson-omon to'pdan qutuldi.
va Buxoro hozir xavfli qarshi hujumga chiqib ketishi mumkin. Mana bu pasni qarang. Birinchidan hakamga pas berib qo'ydimi? Sal qoldi, sakratib berilgan to'p juda xavfli bo'ladi deyshadi. Futbolchilar rivoyatida juda tez qayriladi. O'sha mototsikl hali burilishda qayriladi-yu. Moto poygalarda, demak, burchak emas. Standart vaziyat xullas. Andijonda farqi yo'q u. Ichkariga pas, lekin bu safar darvozabonga pas. Yana Goran. Bogdan chalg'ib ham ketyapti. O'zi endi mabodo nimadir bo'lsa, yana keyingi o'yinda kelishamiz. Shu intershumni qo'yib qo'yishadi. 85lardan kelamizda o'yinga. 80 nechinchidir burchak zarbasi bilmayman. Sanashdan birinchi bo'limda to'xtaganman. Andijon ishtirokidagi uchrashuvda shunaqa. Plus 3-daqiqa tugayotganda mana bunaqa super zarba yo'llanyapti. Voy, shunaqa gol bilan yakunlanarmidi o'yin? Men sekin sharhlovchilar xonasidan panaga olardim boshimni. 3 ta bo'ldi endi. To'g'ri, ba'zi narsalar 4 tagacha mumkin-u, lekin comeback 3 ta bilan to'xtar ekan chog'i. Natijada ko'rdingiz, hammasini 0-0 bilan tugadi o'yin azizlar. Xayrli Hamidov xizmatingizda bo'ldi. Bir qator ijodiy guruhimiz nomidan sizga tashakkur izhor etamiz.